Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida futbol maydoni. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga bir dona like bosishingizni so'rab qolamiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. Manchester City Husanovga raqobatchi olib kelmoqchi. Transfer News Live nashri bergan xabarlarga ko'ra, Angliyaning Manchester City klubi Ispaniya terma jamoasi hamda Londonning Tottenham klubi qanot himoyachisi Pedroning xizmatlariga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Manbada yozilishicha, shaharliklar London klubi quyi ligaga tushib ketgan taqdirda ispan himoyachisini arzon narx evaziga sotib olishni rejalashtiryapti. Manchester City Porroni yaxshi tajribaga ega, ishonchli himoyachi sifatida ko'rmoqda. Manchesterliklarning o'ng qanotida Mateus Nunes va Abduqodir Husanov harakat qilib kelmoqda. 26 yoshli Pedro joriy mavsumda umumiy 38 ta uchrashuvda maydonga tushib, bitta gol va 6 ta golli uzatmani amalga oshirgan. Uning transfer market portalidagi narxi 40 million yevroni tashkil etadi. Ma'lumot uchun, ayni vaqtda Manchester City Angliya Premyer Ligasining 30-turidan so'ng 61 ochko to'plagan holda ikkinchi pog'onani band etib turibdi. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.